Assalomu alaykum. Men Termiz ixtisoslashgan san'at maktabi musiqa nazariyasi fani oliy toifali o'qituvchi Husan va Muyassar Chapayevman. Men sizlarga bugun musiqa nazariyasi fanidan metodik o'yin ko'rsatmoqchiman. Bu qo'llamoqchi bo'lgan o'yinimiz fanga o'quvchilarning diqqatini jamlash uchun qo'llasangiz bo'ladi. Demak, bu metodik o'yinimiz masalan interval mavzusi bo'yicha. Bolalarni yanada ham bu interval terminlarini yodlab olish uchun bu uslubiy qo'llanma ishlatishingiz mumkin. Masalan, bu yerda hamma interval so'zlari bo'g'in sifatida yozilgan. Bolalarga har bir o'quvchini siz chiqarib, bu bo'g'inlardan interval so'zlarini yozdirtishingiz mumkin. Terditishingiz mumkin. Bu bolalarga albatta qiziqarli bo'ladi. Masalan, tuzishimiz mumkin. B Si Ya. Bu birinchi o'quvchimiz bajarsa, ikkinchi o'quvchimiz yana boshqa terminlarni tuzishi mumkin. Masalan, va bu bilan bolalarni diqqatini jamlab, shu fanga qiziqtirishingiz mumkin, ko'proq samara olishingiz mumkin.